Bugungi kunda Germaniya bo'yicha juda katta yangilik. Hozirgi kunga kelib, yanvar oyidan boshlab Germaniya hamda O'zbekiston o'rtasida O'zbekiston fuqarolarining 50 ming nafarni Germaniya hududida ish bilan ta'minlash borasida hujjat imzolangan. Bu haqida O'zbekiston davlat telekanallari, ya'ni UzReport telekanalida keng yoritib berilgan va shartnoma ishga tushgan va hujjat imzolangan. Mana shu vakansiya bo'yicha 25 ming nafardan 50 ming nafargacha bo'sh ish o'rniga bemalol hujjat topshirishingiz mumkin. Hujjat topshirish juda oddiy va oson va hujjat topshirishni videoni o'rtasida tushuntirib beraman va hujjat topshirishdan oldin avvalambor ish beruvchi talabini o'qib eshittiraman va talabga javob berganingizdan so'ng esa bemalol hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Agarda hech qanday talabga javob bermasdan ham ro'yxatdan o'tish mumkin. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng agar talabga javob bermasangiz ish beruvchi bilan suhbat bo'lmaydi va sizni hujjatlaringiz ko'rib chiqilmasdan qaytarib yuboriladi. Xo'p, hozir sizga Microsoft Uzbekistan rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Albatta Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bu siz uchun o'ylaymanki juda katta manfaatli bo'ladi. Hozirda Germaniya davlati bo'yicha til biladiganlarga ham yo'l yo'riq bor va til bilmaydiganlar ham yo'l yo'riq ko'rsatiladi va ketish xarajatlarini oldin aytib o'tadigan bo'lsam, ketish xarajatlari $1200 dan $1400 bo'lishi mumkin. Ketish xarajatlari qanday bo'ladi? Xo'p, siz O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasiga Germaniya davlati bo'yicha bo'sh ish o'rniga hujjat topshirasiz va ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng siz bilan shartnoma imzolanadi. Mana shu shartnomaga ko'ra Germaniya ish beruvchisi bilan sizni onlayn Zoom orqali suhbat bo'ladi. Mana shu suhbatdan o'tganingizdan so'ng hamma xarajatlar ichida $1200 dan $1400 gacha xarajat qilgan holda Germaniya davlatiga yetib borishingiz mumkin bo'ladi. Bu xarajatlarning ichida O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasida, ya'ni o'zini to'lov bor, adashmasam 1 million atrofida hujjatlaringizni taqdim etish orqali mana shunday to'lovlari bor va keyingi to'lovi siz bu o'zingiz qilasiz, ya'ni bu to'lov aviachipta sotib olasiz. Ya'ni aviachipta balki 4 million, balki 5 million bo'lishi mumkin va shunda ham sizni ketish xarajatingiz $1200 oraligidan $1400 oralig'ida, ya'ni aviachipta narxida o'ynaydi, ya'ni o'zgarishi mumkin bo'ladi. Maksimalda $1400 xarajat qilasiz va hujjat topshirganingizdan so'ng sizni javobingiz ishga taklifnoma kelishi bilan Germaniya elchixonasi, ya'ni O'zbekistonda yuritib borilayotgan Germaniya elchixonasiga ishga taklifnomani ko'rsatgan holda ishchi viza olishingiz kerak bo'ladi. Mana shu Germaniya elchixonasiga qilinadigan to'lov, aviachipta va O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasiga hujjatlaringizni yuborib berganliklar va tarjima qilganliklar uchun jami to'lov $1400-1200 atrofida bo'ladi. Endi esa xarajatlarni aytib o'tdim. Ko'pchilik xarajatlar haqida so'rashganda, endi Germaniya bo'yicha ish o'rinlarini ham aytib o'tdim va sizga qo'yiladigan talab. Birinchi o'rinda O'zbekistonda bo'lsangiz ham, Rossiyada, Qozog'istonda, balki umuman Yevropa, Osiyo davlatlarida bo'lsangiz ham bemalol hujjat topshirish imkoniyatiga egasiz. Buning uchun siz 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lishingiz kerak. Nemis tilini A2 va B1 darajada bilishingiz kerak bo'ladi. Hozir bu darajalarni ham tushuntirib beraman. Xo'p, nemis tili bo'yicha sertifikatingiz bo'lsa yaxshi, boshqa ishtirokchilarga, boshqa ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lgan fuqarolarga nisbatan imkoniyatingiz oshadi agarda sizda sertifikat bo'lsa nemis tili bo'yicha. Xo'p, sudlanmaganlik haqida hujjat, qizil pasportdan agarda qizil pasport bo'lmasa, pasport stoldan olishlari mumkin va 3 ga 4
surat kerak bo'ladi. Agarda suratingiz bo'lmasa, bemalol o'zingiz yashab turgan hududning markazida joylashgan fotostudiyada bemalol suratga tushib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Va sudlanmaganlik haqida hujjat va tibbiyot bo'limidan sog'lomligingizni isbotlaydigan, ya'ni siz ishga layoqatlisiz, siz sog'lomsiz. Mana shu haqida hujjat talab etiladi. Mana shu hujjatlaringiz bo'lsa, bemalol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, til biladiganlar uchun $1200 dan $1400 gacha xarajat, ketish muddati hujjat topshirganingizdan so'ng 2 oydan 4 oy, balki eng uzog'i 6 oygacha bo'lishi mumkin. Albatta, davlat tomonidan bo'lganligi uchun bu ketish jarayonlari asosan tezlashtiriladi, chunki Germaniya 2024-yilning boshida 25 ming nafar O'zbekiston fuqarolariga mana shunday imkoniyatni taqdim etgan, lekin atigi 1,5 ming nafar fuqaro ro'yxatdan o'tgani uchun endi ishga ketish jarayonlari tezlashtiriladi. Xo'p, endi til bilmaydiganlar uchun eng asosiy yangilikni aytib o'taman. Ularda ham ketish xarajatlari $1200 dan $1400 gacha bo'ladi. Xo'p, siz Germaniyaga bormoqchimisiz? U yerdagi oylik maoshlar $3000 va $3500 atrofida bo'ladi. Chunki u yerdagi ishlarga qarab, kimdir hamshiralik sohasida $3000 olsa, kimdir zavodlarda $2500, kimdir yuk mashinasi haydovchi sohasida ishlamoqchi bo'lsalar $3500 olishlari mumkin va agarda siz qo'shimcha soatlarda ishlasangiz oylik maoshingiz oshib boradi va ishlaganingiz sayin oylik maoshingiz ham sekin-asta ko'tarilib boriladi. Hozirgi kunda ishchi viza 1 yillikka beriladi. Agarda siz u yerga borganingizdan so'ng boshqa ishga yoki ishchi vizani uzaytirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agarda til bilmaydiganlar bo'lsa, bemalol harakat qilishlari mumkin. Biz ularga hozir yo'l yo'riqni tushuntiraman, qanday ishchi viza olish, qanday hujjat topshirish. Xo'p, birinchi o'rinda Germaniyaga bormoqchimisiz? Bizni mana shu videoni kommentariyasida Germaniyaga ishga bormoqchiman yoki nemis tilini bilmayman yoki chet el davlatidaman. Mana shu ism familiyangizni yoki hech bo'lmaganda plus belgisini yozib qoldirsangiz mana shu videoni kommentariyasida biz har bir kommentariy qoldirgan ishtirokchilarga imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda maslahat beramiz. Va bu maslahatda agarda siz til bilmasangiz, til kursiga yordam beramiz. Agarda siz tilni bilib sertifikatga ega bo'lsangiz, sizga Germaniyadan ro'yxatdan o'tish havolasini joylab beramiz va havolada kirib bemalol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda Germaniyaga nemis tilini ko'pchilik bilmaganlar uchun 23500 nafar ish o'rni bo'sh qolmoqda. Sizda imkoniyat bor nemis tilini 2 oy, 3 oy mobaynida o'qib Germaniya ish vizasini qo'lga kiritishingiz uchun. Xo'p, bizda til kursi tashkil etilgan. Mana shu til kursida siz 1 oy, 2 oygacha qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Agarda chet el davlatida bo'lsangiz, onlayn nemis tili sizga o'rgatiladi. O'zbekistonga kelganingizdan so'ng 12 ta viloyatda va Qoraqalpog'istonda ham shahar markazlarida offlayn, ya'ni siz borib qatnaydigan o'quv kurslari mavjud. Bu kurslarda siz onlayn kursimizga qatnashganingizdan so'ng o'zingizni shahar markazingizga borasiz va u yerda 1 oy chuqurlashtirilgan kursda yoki 2 oy chuqurlashtirilgan kursda qatnashib nemis tili sertifikatiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Sertifikatni olganingizdan so'ng 95% ehtimol bilan siz Germaniya ish beruvchilardan ishga taklifnoma olib, Germaniya ish vizasini qo'lga kiritasiz. Xo'p, endi aytmoqchimanki, bizning til kurslarimiz mavjud. Mana shu har bir videoni tagida kommentariy yozib qoldirganlarga til kursini havolasini joylab qo'yaman. Mana shu havola ustiga bossangiz, bizning Telegram kanalimizga o'tasiz va u yerda Germaniya bo'yicha bo'sh ish o'rinlari, oylik maoshlar va boshqa davlatlardan kelayotgan ish o'rinlari va Germaniya, balki boshqa Yevropa, Janubiy Koreya, Yaponiya davlatlariga ishchi vizasini qo'lga kiritayotgan va ishga jo'nab ketayotgan fuqarolarni ham birma-bir video ma'lumotlarni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotimiz mana shu. Agarda siz Germaniyaga bormoqchi yoki nemis tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni kommentariyasida albatta savol yozib qoldiring. Har bir savol yozib qoldirilgan fuqaroga javob qaytariladi. Agarda savol yozmaydigan fuqarolar bo'lsa, afsuski, o'zlari kelib xususiy bandlik agentliklari yoki O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasiga uchrashlari kerak bo'ladi Germaniya masalasi bo'yicha. Xo'p, men nemis tilini bilmayman, rus tili asosida Germaniya davlatiga ishlashga borsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi, lekin buni bir muammolik tarafi bor. Siz rus tili bo'yicha Polsha davlatiga hujjat topshirasiz. Polsha davlati orqali Germaniya davlatiga ishga borishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ketadigan xarajat va to'lovlar siz uchun $2500 xarajatni keltirib chiqaradi va bunda siz 6 oy kutishingiz kerak bo'ladi. Unda ham Polshaga borasiz va Polshada 2 oy ishlab, keyinchalik Germaniya davlatiga o'tishingiz mumkin bo'ladi.
Xo'p, bugungi sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotimiz mana shu Germaniya haqida to'liq imkoniyatlar, xarajatlar haqida edi. Agarda video ma'lumot sizga ma'qul kelgan bo'lsa va siz Germaniya davlatiga ishga bormoqchi bo'lsangiz, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring va ketish xarajatlari sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosib qoldiring. Siz davlat tomonidan ishchi viza bilan ta'minlanasiz va ketish xarajatlaringiz o'zingiz tomoningizdan qoplanadi hamda davlat tomonidan sizni Germaniya ishchi viza olishingiz kafolatlanadi. Siz bilan O'zbekiston Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanali axborot xodimi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling. Keyingi videolarimiz dunyo bo'yicha O'zbekiston fuqarolari uchun eng ma'qul kelgan va oylik maoshlari yuqori bo'lgan va imkoniyatlari ko'p bo'lgan davlatlar 30 taligi bilan tanishtirib o'tamiz va u yerdagi oylik maoshlar hamda ketish xarajatlarini ham batafsil ma'lumot aytib o'tiladi. Xo'p, sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.